بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله وأما الجمع في الحضر لعذر المطر ما مثل يمغو إلقاء شغدا سفر قمغان أهوالدمو وجود تروب شكنا جغلب من أقشمس yuqurdikisi o'tib ketgani hech qanday uzrsiz lam jam qilishdi. Fa ajazahu Shafi'i laylan kana wa naharan. Yomg'ir yog'ib qolsa kech kunduzda jam qilish bo'lardi deb. Wa mana'ahu Malikun fi an-nahari wa ajazahu fi al-layl. Imom Malik kechida joiz, kunduzda joiz emas. Imom Ahmad mo Imom Malik bilan birlik. Wa ajazahu aydan fi at-tin dun al-matar. Yani yomg'ir yog'magan ahvoldimi loy patqa qilib qolsa jama qilib o'qisa bo'ldi deb. Ikkisini jamlab o'qiydi. Qisqartmay jamlab. Jamoat bilan jamlab o'qiydi. Yolg'iz ahvolda bo'lsa unda chiqmagandan keyin o'z vaqtida o'qish kerak. Mazahini to'laydi, jamlab o'qimaydi yoki namozni o'qib bo'lgandan keyin ham oxidan suhbatdan nima o'qiydi bo'ldi jamoat bilan oxir ulab o'qiydi. Namozni o'qib bo'lib suhbatdan o'qib, yo peshinni o'qib bo'lib asrni o'qib. Yoki bek patqa qo'yib ketsa mazahini to'laydi. Namozda uyanda qo'nladi. Sallu fi rihalikumda to'laydi-ku, shunda to'laydi. Masjidga kirmay, masjidga birish o'zirsimi o'chada chiqib ketadi. Patqaqning darajasi va simsim ham qo'yib qolsa, hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Balki yo'lda to'pchog'ini pasaytirib, taxminini pokiz qilib turishi mumkin. Bularda ayrı ekan. Kimni hulqiliyotgidek yomg'ir yoki unda yulqimog'dek simsim yomg'ir. Kimni hulqilidek yomg'irlab uni ko'chilib patqa qo'lab, teyinib chiqib tushib ketadigan bunda ahvol bo'lsa, ya'ni qorong'uda va kecha deganlar qorong'uda bakrak chataq patqa qo'lab qolsa, yerda sipsib bilan yo o'rak teyinib chiqib ketadigan ahvol bor. Qiyinchilik bor deb qaraganlikdan shu mashaqqat. Safarda jam qilishimiz hammasi mashaqqat bilan shu bo'lgandan keyin buni kamchilik qilmaymiz demoqchi. Asas bu salat safar muşu, salat cema, muş köpüncüsü şu salatul xavf. Bir xil endiş qo'rqinch bor. Yani jig'ib akasa salatul xavf. Şu safarda cema qilishni va ajvayda darbtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsur min nasl in khiftum. Qo'rqin endişe shu qayd qilib qo'yaylik. Demak, mushunga o'xshash hamda buni illat deb qarasa, mushunga o'xshash masjidga chiqish bo'lsin yoki qayta masjidga chiqish tashkildigan ahvollarda bunda jama qilish yoki uyda o'qish joiz bo'ladi, kamchilik bo'ladi deb qarasak. Xuftanni ilgari tortdi. Odatda normal ahvoldami? Normal ahvolda bir qatim bir jiddiychilik, aldirashchilik qilib, ya endi doktorxonaga yurdigan yo bunda bir bak aldirashchilik qilib ketgan ahvolda bir qatim nima qilsa mayli. Ammo davomli unda odatga aylantiramiz. Masalan, dars o'qimas, bunda shamni makini, masalan, dars sham bo'lsin, shu masjidga masalan sham bor. Shamni o'qib, shamni keyin 15 minutda tafsir etib, undan keyin muhtamna birlam taqdim. Ya o bunda odatda ishki namozni juplab jama qilganlik doirasiga bir kirib ketmaydi. Avo biz Suriy jama dedik-ku. Navshamni oxirgi vaqtda tortib, xuftanni ilgirki vaqtda tortib, demak bo'lam masjidga yana ish qatim qatnab nima qilib yurmayli deb bir kelgancha xuftangimi saqlab xuftanni o'qib ketilar degan tariqada. Endi u namozning navshamning vaqti chiqitish nimaga diqqat qilgan albatta. Bu navshamning oxirgi vaqtiga tortibroq. Ondan sal o'tirib xuftanni tashlabki vaqtida shu vaqt chiydi degandan keyin qach o'qitiblar undan ketish. Yani jama Suriy hisobida. Demak, yomg'irni ikkiga ayirib, shaqirab yaqqan yomg'ir bilan simsim yomg'ir bunda yomg'irni ayiradi. So'ng Imom Malik bu yomg'irdan kamchilik qilishi maqsad o'sha patqoqlikdan saqlanish deganki, masalan, tushungan oqshom yomg'ir yog'ib to'xtagan bo'lsa yomg'ir yo'q hozir. Lekin ko'chamiz patqoq. Bu patqoqlar ba'zi shaharda bir ig'ilishib ketadi. Masalan, Xotan yomg'ir yog'sa, yo'l taxmin obdanlashib ketadi. Qashqarda yog'ib qolsa, 2 kun, 3 kungacha shu yo'lda mang'ulmaydigan patqoq qo'yib ketdi. Hozir ham ba'zi yo'llar asfalt to'ldi, lekin shu ko'na sag'iz to'pva ko'chada 3-4 kunga qadar qurimaydi-da, mang'ulmaydi. İntayin qiyin.
Demek İmam Malik hazır keçilen gündüzünü ayırdı, andın yamg'u bulmuş mu hatta kılıp kalsa meyle dedi. Cem kılıp okuyumuz. İlletini suçlup kıyas tutar mı? İlletini tutturuptu. Demek meşakkat diye illet var dedi. وَقَدْ عَذَلَ الشَّافِعِي مَالِكًا فِي تَفْرِيقِهِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فِي ذَلِكَ وَصَلَاةِ اللَّيْلِ İmam Şafii İmam Malik'e tabi malamet kıldı dedi. Adala. Sizinki de adala mı ya? Adala mı? Adala bu. Devle. Adala diyen mi şey tabi malamet kıldı ya mı? زعم العوازل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي diyen. Avadil diyen tabi malamet kıldıgan, eyiplayılgan, kusur tapıdığanlar diyen. İmam Şafii'nin ustazı İmam Malik'ne şeytan kıtıldı. Kanatan kıtıldı ya. Keçilen gündüzün namazını ayrı etkenliğidir. Ne için ayrı ettiler? Yani bu kıyas, sen kıyas kıldın hazır şuna ama bu kıyasın illete keçide gündüzün okşuş bağımız mı? Dep durvaldı. Maaşkine ayrı etti deydi. Keçilen gündüzünkine. لِأَنَّهُ رَوَى الْحَد۪يثَ وَتَأَوَّلَهُ İmam Malik hadisine rivayet kılıp bunundan ayında illet çıkar dedi. Yani hassasa umumahu min cihetil kıyas. Umumunu kıyasıyla haslaştırıp etti. Hadisine adır bayan kıldı. Demek bu nimede keç gündüz degan gap yok değil mi hadiste deydi. Andın kıyasıyla yani özünün aşı ameli Ahmedi'ye kıyas kıygan alda haslaştırıp kaldı deydi. Mesela hadisine öyle İbn Abbas radıyallahu anh Cema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne zuhri vel asr vel maghrib vel işa fi gayri khawfin ve la sefer. Hadisine rivayet kıldı İmam Malik. Bunu kıpılap ura derike kâne fî matarin. Sizinki de matar mı ya marad mı? Ura derike kâne fî matar. Min gayri khawfin ve la sefer diyenle bu çokum ben şu yağmur yakkan çağdı o da karayma dedi. Kâle felem ye'kul bi'umumul hadis. Demek Malis'te keçi gündüz zengep yok. Umum ama ne için keçini elep gündüz namıdan ayazda mandat edip eğitildi. ولا بتأويل يعني تخصيصه بل رد بعضه وتأول بعضه umumizlikni taxsis qilmay bu yerimini ilib yerimini ammada dedi. Bal radda ba'dahu kunduzninkini rad qilyapti. Va ta'awwala ba'dahu degan kechininkini bu yamg'u deydi-go deb unda ta'wil qildi. Asli yamg'u degan marivati yo'q. Shunama boshqa bir rivoyat bor. Wala matarinda. Wa zalika shay'un la yajuz bi ijma' dedi. Bunda kıysa, pahalıgança yerimini ammayyana ondan okup kıysa bu emmelerin ittifakıyla caiz olmaydı dedi. Lakin İmam Malik'nin bunda kılıç asas bağımı yok mu? Birinciden keçilen gündüzün farkı var. İmam Malik'in asasın var yani. Keçilen gündüzün farkı var. Patkak olsa, yamgı olsa keçide bana şulan gündüzden elbette çoğun. Farkı keçide karanlıkta soğuk sirkti de, patkaklıkta sırsaldı da, jıkılıkçı da, gündüzde karab kurukrak yaldı mağalaydı diye. Onda bir. Bu eyıplaş belki nemi taraftan mı? Patkak olsa yamgı bulmuşsun buludu dedi o. Kaç taraftan eyıplaş var. Yani yamgı depolap sen yamgı olmuşsun buldu da bana ötep kepti. Yamgı bak gündüzge olmaysan yamgı yok. Başka keçiyi ötep kepti yanıptı. Esli emniyette aciz yamgı hakkında kegen. Sen yamgıını karıp koyup bazı patkak ötep ketti. Yamgı bak gündüzde ya cem kılmayımız dep turip aldığında İmam Şafii ustazını mataraptan tanıkladı. Bazı numada keçilen gündüzden farkıvalıkta rivayet kılıngan İmam Malik'in asaslanığında. İbn Ömer'nin bir eserde keç gündüzün farkıvalıkı çıkıp duruyor. Demek bu İmam Malik'in takatlam asassızlamında tahsis kılıp etmekle. Bazı nüge tayinip durup tahsis kılıp. Ve zâlike ennehu lem ye'khuz bi kavlihi fihi cema beyned zuhri vel asr. Yani cema beyned zuhri vel asr degan sözünü ammıdan da. Demek bu gündüzün kitti. Gündüzün ammıdan. Ve akhada bi kavlihi vel maghrib vel işa. Maghrib vel işa'nı aldın. Yerimin aldın. Ve teavvalahu ondan mudadımı çıkarıp ondan bu patkak bu munda kıyınçılık da andın onunla kanda kıyas kıldı tıyın dönülmatar da andı başka yerine ötüp gitti ve ahsabu enne Malik'e rahimahullah innema radda ba'da hadal hadith li'ennehu aradahul amel belki İmam Malik müşahidisinin ve yerimini ammasıqda Medine'deki bulup kilayotgan amal şunga o'xshamag'anlikdan shunda bo'lishi kerak. Fa akhadha minhu bil ba'd alladhi lam yu'ariduhu al amal. Amalga kelmagan qismini oldi dedi. Safar qilmagan holatda normal turata holatda namozshan bilan tanni jama qilishni oldi. Akundizga rad qilyapti. Yani
Medina'da shunday ekan bu. Kunduzda yomg'irosimi normal o'qiyverdik, kechada jam qildik. Alama ruya anna Umar radhiyallohu anhu kana idza jamal umara'u baynal maghribi wal isha'i jama'a ma'hum. İbn Umar bu şu valiler deydilar Umar'a. Medine'nin valileri namazını okutanını cam qilib o'qsa shunda avvalda birga o'qiyotgan. Lekin kunduzda undan o'qmasa o'qimaydigan o'xshaydi ekan. Yoki u valilimi kunduzda unda jam qilib o'qimaydigan o'xshaydi ekan. İmam Malik amal shunda dedi. لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه النظر. هذا bu amal ahli Madina degan. Bu hujjatmi, hujjat emasmi degan masalaga o'tib ketdi. Usuliy masalaga o'tib ketdi. Ya'ni İmam Malikning mazhabida amal ahli Madina degan bir xil ijmo turi hujjat qilinmasmi? Ko'pincha ahvollarda shu sayyidlikni rad qilib o'tishda shuni ko'tarib chiqadi bo'ldi. Hozir İmam Ibn Rushd shu masalani bir ko'zdan kechiryapti. Bu amal ahli Madinaning shar'iy dalil bo'lash bo'lmasligida masala bor. Buni tekshirish kerak. Albatta rojih qarashda hujjat emas deymiz. Nima uchun desak biz Rasulullohning sahobalari butun shaharlarga chechib ketgan. Jihad qilib otlanib Kufa, Basra, Misr hamma yerga Shamliga ketgan. Undan keyin hammasi Rasulullohning ko'rgan ahvolini o'zi bilib ketdi-da bular. Lekin unda nima qildi? Medine xasta deyildi. Faqat bunda shu chaqdan jamoat, u jamoatdan, u jamoat, u jamoatdan, u jamoat bunda urf-odat shaklida tutishib qilinib kelgan ishlar bo'lib qolsa, balki ham azroq hujjatlar yoki ba'zi narsalarni tarjih qilishda uning roli bo'lishi mumkin. Aşı burunqi planı ustozdan bunda o'g'lim bunda qilgan bo'lish kerak deb uni aytdi. Hujjat hisobiga sizdan gap. Masalan, Xulafa Raşid'in vaqti. Hozir bu valiyga chetishlik masalasi shu. Xulafa Raşid'ning zamonida hech qanday chataq yo'qdi. Bu xalifa zodi kitob, sunnat ashunga rioya qilmoqda. Endi birisi sal xato qilgandagi o'zining ittifoqi bilan nima qilsa boshqa sahoba darhol qandashmavi deb e'tiroz bildirib shu yerda uni tuzitdi. Lekin Xulafa Raşid'ning keyin kimlar keldi? Umar al-Jawr. Nima? Umar al-Jawr kelganki, to'tirgan namozni aroq ichib 2 rakat o'qitadigan. Ondan Qiyidning xutbasini keyin o'qisak, jamoat bizni tanishmaydi, biz zolimlik bo'lgan ekan. Endi xalqni tanishish uchun g'achida oldiga o'tgan bilan namozni o'qimay ketamagan ekan, jamoat o'tirdi. Ondan namozni oldida o'qildigan. Ya'ni shunga o'xshash namozni vaqtini kechiktirdigan. Bunda ahvol bo'lgan ekan, u bechora xalqmanda valilardan qo'y ya qilib ko'tarib urus bo'ladi yoki mayli mansuldi. Ana ba'zilari Ibn Umardek masalan bundan talash qilib yoki patparaq qilib qirg'inchilik qilgandan bo'libdi deb ba'zi oxirida namoz o'qib bas qildi. Mayli o'zi keyin qayta o'qindi. Sabr qilgan ahvollar. Bu andan Madina ahlining ishi bo'lib ketdi-da bu. Amirlar, shu valilar Madina xalqini zo'rlab namozni kechib turib, yan xutbani ilgari keyin qilib bunda qilsa bu avval ahli Madina bo'lib qoldi. Endi bu İmam Malik kelib bu hujjatda desa bu qamlashmaydi. Umar al-Jawr faqat buloq qolmay Xulafa Raşid'in davomlashavergan bo'lsa-da, endi amal davomlashsa, bu hujjat desak bo'ldi. Lekin xalqning ishi o'zgarib ketdi. Bu ishlar o'zgarmagan ahvolda Ibn Mas'ud boshqa ashabi bilan Iroqqa ketgan. Bu yerda haqni deb bunda ming'an ahvol bor. Unda kim bu? Madina hujjat olamadi. فإن متقدم شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع. Maliki mezhebinin imamları, ilgiriki imamları dedi. Bunlar amal ahli Medine icmanın bir türü edip qaraydı dedi. Ve zalika la vecih lahu. O'rinsiz bu gap. Tanqilatu. Fa inna ijma'al ba'd la yuhtaju bih. Çünkü miyarki hujjat bo'lgan ijma nima? İttifaq jami'al mujtahidin fi asr min al-usul. Hammas birdek ittifaq kelsa, ondan yani ittifaqul umma deyiladi buni. Ijma degan ittifaqul umma. İttifaqul umma degan shu ulamolarning ittifoq kelgani. Ummatning hamma afrod emas, avom xalq buning sirtida. Olimlar ittifoq kelsa ijmo bo'ldi. Hozir bu Madinadagilar mana ittifoq kelsa bu ummatning bir qismi ittifoq kelgan. Qanday hujjat bo'ldi dedi. Fa inna ijma'al ba'd la yuhtaju bih. Hujjat bo'lmaydi. Xudo Misrdagi o'quvchilar ijmo qildi degandek bir gap bunda hujjat bo'lmaydi. وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر. Keyingilar buni sal bunda boshqacharoq atab buni
sal ustilik ishlatib bu tavatur naql qilish davrasi kirtirdi. Chunki bir shaharning xalqi masalan nechida masalan 100 ming deydilar, 50 ming eng oz desak masalan 50 ming nüfus var desak var shu chaqda kichik Madina nomida. Yoki 10 ming deydi ma'qul. Shu 10 ming kishi uningda azlab ketmagan ekan. Rasulullohning zamonida 10 ming kishi, har bir tabaqada 10 ming kishidan bunda rivoyat qilib kelgandek bunda mutawatir rivoyat deb bunda hisoblab. Ish o'zgarmay kelgan bo'lsa, biz ham o'zgarmaganligini uni ishonch qilmaymiz-da. Chunki zolim validimiz esa qachida nimani o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Bu bechora xalqimdan e'tiroz bildirilmay davomlashib kelavergan ahvol bo'lishi mumkin. Shuna Imom Layth ibn imomi bu Imom Malik bilan xat yozishgan. Shu Amal Ahmadni hujjat deb turgan bo'g'achqa. U Imom Malik o'z vaqtida Amal Ahmadni hujjat deb uningga shunda e'tiroz bildirish, xuddi Qur'on sunnatning hujjatga e'tiroz bildirgandek ig'rab ketdi-da bu. Bu Madinaning nimasiga qarshi chiqyapti-mi? Ya bu hujjat emas deb bunda ig'rab ketdi. Lekin Imom Layth bu xat yozib chiqarib degan ekan, Imom Malik shu bo'shagan. Rasga bo'lmi to'g'ri ekan. Unda tushuntirolmasam bo'ldi ekan. Madina çıkmadı. Ya berip okup ketkenler. Sahnun ibn Majishun, Eşhab, Esed ibn Furat. Bu şunun hammasi şagirler. Şu şagirlere ne okupulap, Madina okupulap, qaytib Mısır, Cezayir, Marrakeş taraflarga berip İspanya'ya kadar bu mezhebni taqat. Şu Afrika'da asas taqilgan yerdir Afrika. Madinadan tatib Afrika'ga kadar. ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف. Bular sağ degan kemçen bağı, mesela 2 kilo etrafında kıldıgan bu kemçenni hüccet qilib. İmam Malik mi Ebu Yusuf bilan munozirlashgan chaqda Muhammad bilanmi? Ular sağni o'lchaman chitda deb Iroqda deb turadi. Ma deb turganki Imam Malik axira nimani to'lab, buangdan qolgan bo'stin miras olgan ilqqa kemchenni ichib deb uydan ichib turib, mana Rasululloh zamonida qolgan kemchen. Buni nechilikni bir o'lchab qo'yadi deb o'lchagandan keyin Iroq fiqhining ustiga tushmagan ekan, bu Abu Yusuf va Muhammad tamam bo'ldi, men qabul qildim. Rasululloh zamonida qolgan kemchen bo'lgan ekan deb qabul qilgan buni. Shuna Hanafi mazhabda bu nima matrib o'tib ketdi. Imom Abu Hanifning shogirdi ani ko'rgandan keyin Madinaga borib mana o'tib ketdilar. Qarashi o'zgardi. Lekin bu yerga masala Mavla ash kemchenga o'xshatdi boshqa hammasini. Ash kemchenga o'xshamda bu kemchen o'zgarmamda keldi. Lekin u boshqa ishlarga o'zgarib ketgan bo'lsa mumkin. Demak, bu kemchenni hujjat qilib ko'rsatib oldi dedi. Imom Malik o'sha kemchenni achqib hujjat qilib ko'rsatgan. Wal amalu innama huwa fi'lun. Amal degan bu ish harakat. Wal fi'lu la yufidu tawatur illa an yuqtarana bil qawl. Ish degan so'z bilan so'z sifatidagi bir dalil bilan birlikasi andin bu hujjat bo'la oladi. Bo'lmasa ish o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Tamam. Biz so'zni naql qilsak, rivoyat bilan u so'z o'zgarmaydi. Lekin ma ish o'zgarib ketishi mumkin. Fa inna tawatura tariquhu tariqatul khabar lil amal. Demak, tawatur degan bu xabar, ya'ni rivoyat qilishda biz tawatur deymiz. Amalda u tawatur bu degan gap yo'q. Wa bi anna ja'ala al-af'al tufidu at-tawatura asirun bal lahu mamnun. Şirkatni tawaturni bildirdi deyish tas. Balki o faqat mumkin emas. 5 ming 10 ming odam ilgari keldim shunda olgan. Ulardan keyin kelib o'tgan, u keyin kelib bunda qilib zanjirsimon bunda kelgan deyish bu ta'sir. Çünkü bizde şu anda bir vali çıkıplam siyaset özgürlük size başka şey özgürlüğü mümkün mü? Vel eşbehu andi mandal sek doğurrak mı nasıl? Ey yekuna min bab umumul belva alladhi yadhabu ilayhi Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife derken bu umum müzlik belirte. Ma meselede umum belva var mesela. Hemmede mında bunun çaresizlikte mındak kizdo diyen mesele var. Mında hemmede mındak ketken eş desek buldu dedi. Sen halkla koçuda mansabında numudan hali bulanmaydı mesela. Çiçekten bu numudan hali bulanmayı kiyinki çeker. Bunda ayaklığa ancımcının kıysa maildeydi diyende çeşirip kesse ne kıysa. Ulu çıplamında namaz okuyup diyen bu bir umum belva. Hemmeden ondan saklanıp bulanmaydığa iş. Demek bu amel Ahmed'in ama hemmeden onda saklanıp bulanmaydığa işildek hem de aynı bulup kelgen bir ahval değişki buldu dedi. Yani İmam Ebu Hanife'nin umumul belva deyin gibi amel Medine hüccet diyenden taksap tüzükrekti. Ve derken ennehu la yecuze yekune emthal hadis
sunan yoki sanan ma takarruriha va takarrur wuqu asbabiha g'ayr mansukha. Bu demak cho'g'ini hozir bir ish bunda davomli takrorlanaverdi. Masalan Rasulullohning Xulafa Raşidin kim tekrarlandı, anda her yılı neçe katımdın bu iş tekrarlanmadı, ama yam bu yağdı, namaz okuşmunda cem oldu, yam bu yağdı, okulda, yani her yılda neçe katımında sebepleri peyda oldu, yani yam bu yağış, patkak, andın o işma tekrarlandı, yani namazını cema kılıp okuş buladı deydi. Andın bu mensuk emas olap kalıp bu, yani munda kılış mensuk emasken, cema kılış. Matar altıda cema kılış mensuk emasken. Mensuk emas olap bu Ehl-i Medine bunu fakat emel kılmayı bunda ötep kıtışmanı hatayındı. İşte ne olma? Yani bu iş tekrarlanıp durgan bir işken. Tekrarlanıp durgan turuqluq. Andın bu mensuk emas turuqluq. Yezebil amal ala Medine. Yani bu Ehl-i Medine bunun havası kılıyor. Fakat emel kılmayı kaldığı iş mümkün emas. Yani hazır, yani sel amal Ehl-i Medine'nin asrak bir musibad meçadirmeydi. Ellezine telakkav el-amal bis-sunan halafan an salaf. Demek Ehl-i Medine halkı İslam ahkamlar amal kılışını atı boğulurdu bunda uyunup gelgensin ama. Yani bu devamlı tekrarlanıp durduğun bir ahval bulab, bu mensuk emas, yani amel kılıngan ahval turuqluq, bu fakat amel kılmaya kılışımın hatayın değil. وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة. أما ما عموم البلوى دينجا سكرك دينجا عموم البلوى قرغاندا من دا تحقيق قصاق bu amel Ehl Medine yani sal canlıqı. Çünkü Medine halkı amda o adette tekrarlanıp tutgan bira seleftin kelgen bira işte xalası qılıp ulunda taşlıtığış natay. لأن أهل المدينة أحرى ألا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. Başka şehirdeki halklığı qaraganda Medine ehli bu nasını quldım bir şey natayın. Başka şehirdeki qaraganda. Şimdi vahiy tushgan o'rin emasmi? Başka şehir qaraganda birazamda bu nimaga qaraganda bakrak loyiq deydi. Ahra loyiq demakchi, bakrak loyiq demakchi. Yani Abu Hanifa rivoyat qilgan chaqda hüccet yapqara ravil vagan dışındıgan. Mesela Alqama an Aswaddan nima Alqama nima İbn Mas'ud'da rivayet kıldı. 3-4 aylangi işen kıldı Abu Hanifa. Ay 3-4 aylandı mı Al-Medine'nin sal jalladı. Nurgun bir halk. Ya haziramda amal Ahmedine hüccet yapqara İmam Malik. Ninde qarada mush bütün bir şehir halkı ilgirikilinin işini naql qilishda unda xato ketib qolmaydi. Ama İmam Nur şeyde sen mari seyken deb rivoyatni qabul qilishda asoslangan 3-4 kishi var. Ravili var. Biz raviliga tayintiq odatda hadisni nima qilgan chog'da. Ya Ibn Umardan Nafi Salim rivoyat qildi. Yoki Abdullah ibn Mas'uddan Alqama Aswad bu Naxay degan bu rivoyat qildi. Buni qaraganda bütün bir shaharning xalqi bu bakrak kuchliq bu. Nimani naql qilishda, ya'ni Rasulullah ve sahabının işaretini bizge yütkep bir işte bunu bekrek kuşluğu demek, şeyinlik demek. Bu adı rivayetke kıyas kılıtı bunu. Yani Rasulullah ve sahabının işaretini rivayet kılışta. Ama bütün bir Medine halkı o eğirvasamdı, ya ki bir işki ravi, manın rivayetini eğirvasamdı. Da manda kıyas kılıtı. Lakin bunda kıyas kılışma, yakınlaşmaydı. Yani nakl akbarda sanat Ehl Medine bekrek canlık demek. Lakin biz sahabının bütün şehirge çeşit etkenlikinin göz tutsak, onda pek jet bulup ketmeydi. Bunun üstüge bu cumhuruna karşı haber vahid mi? İsap. Ama haber vahid mi isap? Ondan o cık adam bulup ketse mi? Yani o okşaş, cık bir fark yok. Adeti normalde mi? Daha vasılan size her bir anı vasılan işenç kıldıgan bir adam olup kalsa, ağayın anla. Mesela mandaş olup da dese, başka işenç kılmayla 50 adam mandalab desin, işen kılma aşı bir adamdan getiriyor, al istemez. Haberge işin işte o köpçülük, az bekliyorunda san cık bir olu oynamaydı. Ve bil cümle el-amalu la yüşekku ennehu qarine idha iqtaranat bir şey. Hem de ma galına bizlerip koyup koysak var, bu usul fıkhının tartışı umuman kılıp etsek, amel Ehl Medine mi? Amel diyen de amel Ehl Medine. Bu malum bir menkul, yani bir hadis ile birlik hep kalsa, bu zaten doğru ki. Diyelim ki bir qarine bulalaydı. İn vafaqathu afadat bihi galibat zan. Bir hadiske udul kep qasmış amel Medine. Galiba müştehir okşaydı diye 70-80% 90%'ge barımız deydi. Kan hatircem buldu deydi. Ve in khalafathu afadat bihi dafazan. Zid kep qasa uca sahal işençi boşap ketdi hadiskim. Fa amma hal tablugh. Yani dafazan diye yaki amel Ehl Medine'ge
azizlab ketadi o deydi. Dafazanlıyım. Zadisine liverme sahip olgan ekan. Lekin Amal Ahmadina asa bunda acizga, o'zgarib ketgan o'xshaydi deb ishonch qilmaymiz deydi. Chunki asayadisga zid keldi. Famma hal tablugh hadhihi al-qarina mablaghan turaddu biha akhbar al-ahad al-thabita fa fihi nazar. Endi biraz sahabada rivoyat qilgan xabar ahadligi zid kelib qolsa, xabar ahadisini biz chekka qilib Amal Ahmadina olamdik, ammandik. Bunda lekin mesele var. İmam Malik çetkikakal tutulan Amal Ahmadin'i alıttı. Seyyid İslam ayın qarib koyab. Bunu duman tanqid qilib Maliki mazhab. Asa annaha tablugh fi ba'din wa la tablugh fi ba'd. Balki ba'zida bakkushliq, ba'zida ojiz bo'lib, ba'zida rad qiladigan, ba'zida rad qilmaydigan bo'lishi mumkin deydi. Umumlashtirishga bo'lmaydi. Li tafadul ashya fi shiddat umumul balwa biha. Ba'zi masalalar umum xalqning oldiga duch kelmay qolmaydigan. Bu umumul balva meselesi deymiz. Bunda ahvalda bütün şehir halkı kavasiz qolmaydi bunun. Bu çağda ma'noda balki hamda asayadisdan bu bakrak xushqo'rin bo'lishi mumkin deydi. Chunki hammadan tang rivoyat qilgandek bir ish bo'ldi. Lekin hammadan sayadisning raviylaridak ayında adlmi emas bu masala. Mutarah keşfasıkları var. وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف. Devamlıq düz kep turgan, bulap turgan, şular hem her bir adam gibi düz kılgan bir işken bu. Aynı iş turuluk, aynı ihtiyaç var turuluk, bu nakl qilish ihtiyaç var. Qanday ise bunu hükmünü xuşçadan da başqalardan soraymiz da bunu. To'g'andikin ihtiyaç var turib takrorlangan turug'liq mukallaflarga umum xalqning xabari yo'q holatda bir odamning rivoyat qilishi bu sal ojizdir. Davomliq bo'lib turgan ishga. Uni hech kim rivoyat qilmay, faqat bir odamlar u xalq butun xalqning xabari yo'q ekan buning. Bir odam rivoyat qilibdi. Lekin sayka buning sanadi. Lekin buningda masala bor. Yani amal udilganmagandikan xabarga mas'ul bo'lishi mumkin edi. Yani Amal Ahmadina uni uygun kelmaydigan holat bo'lib qolsa, bu xabarda ojizlik bor deymiz. Ma'naviy mazhabda xabar vahid qachon qabul qilinmaydi deb qolsa, mutawatir yoki Qur'onning aniq oyatlarga qarama-qarshi chiqib qolgan chaqda bu chaqda qabul qilmaymiz. Hozir bu yerda demak yo'g'ini kan naqluha min tariq al-ahad min g'ayri an yantashir qawlan aw amalan fihi daf. Demak, hammadan butun shahar xalqi zodi insonli bo'ldikan buni oldiga bir kildigan bir ishli bo'lib qolsa, oldin cho'qim o'tmay qolmaydigan ish bo'lib qolsa, ma'lum faqat xabarsiz qilib, buni xabar vahididan naql qilish, xabar vahididan kelib qolsa, xabar vahid ojiz deydi. Fihi daf dini, yani naqluhu an tariq al-ahad fihi daf demek. Ve zalika ennehu yujibu zalika ahad amrayn. Nima uchun bu ojiz ise bu ikki ehtimoldan xoli emas. Ya bu mansux bo'lganligi. Chunki hech kim uni amal qilmadi. Butun bir shahar xalqi hammadan duch kelib turgan masal turib, hech qanday amal qilmadi buni. Ya bu mansufkan yoki bu naql qilishda masala bor. Ikki ehtimolning biri cho'qim bor. Vaqat bayyan zalika al-mutakallimun ka'ab al-ma'ali va ghayruhu. Buni Abul Mali va boshqa olimlar bayon qilib bo'ldi. Abul Mali ya da İmam Abdülmelik, İmam al-Haramayn al-Juwayni demek. İmam al-Haramayn al-Juwayni'nin ismi Abdülmelik. Ya bu Şafii mezhep alimlaridan. Asli Xorasanlik olab Mekke'ye kirib 4 yilda mujavara qilganlikdan, istiqomat qilganlikdan Madinada, Mekke'da. Şunu İmam al-Haramayn deb ataldi. Ve usul fiqhda kitoblari bor. Al-Burhan fi usul fiqh va al-Irshad deganda. Onun da nam şöhreti Şemsul Aymma deganda. Bunal kattalıkni bildirgan nam şöhreti. Badriddin Şemsul Aymma Sadr Şeria degendekimiz. Abul Mali. Şundan Araplar bizi koymay bundan çok. Faris'in türlü acayip koyuyorlar. Aşağıda debdebelik isim koyduğanlar şular. Bu Xorasanlik alim asli bu. Lekin Şafii mezhepte nayet katta alim. En-Nihaya fi tahrir al-mezheb degan kitap var Şafii mezhepte. Bütün Şafii mezhebni zada şu nimagilam bir jug'lab yig'inchoqlagan alim. Onda ma fiqhul xilaf masalan, fiqh muqaran şu mezheblar arasılashtirma fiqhda bu ayette nimalari ko'p ismi tilga ilindi bu gap so'zlar. Bu nimaning ustozi? İmam G'azalining ustozi. İmam G'azali bilan Al-Kiyal Hirrasi ikkisi shogird bo'lib, İmam al-Haramaynga. O'tgan
El-Gazali bahrun mughriq vel kiyal hirrasi narun muhriq debdi. İşki talibnin işki tabiatini bayon qilib, İmam Gazali ras bu nima deganda bahrun mughriq. İmam Gazali'nin mesela İhya'ga kelsanlar da şu dağılışıp şonga ketishlar. Ansiklopedik alim bo'lgandan saati cho'nqirlab chirib izlangan alim naqadar shu shogird vaqtida buni sizdi. İmam Gazali'nin ustozi. Endi biz yana bir boshqa masalaga o'tib ketdik. Va ammal jam'u fil hadari lil marid. Yurtga safar qilmagan holatda kasal kishi jam qilib o'qish masalasi. Fa inna malikan abahahu lahu idza khafa an yughma alayh. İmam Malik endi bu kasal kishi agar namoz o'qiyman deb sal harakat qilib qolsa, hushidan ketadigan bo'lib qolsa, yoki aw kana bihi batnun deydi. Ya'ni qattiq qiliq. Qo'saq og'riqda ishol olib ketgan bo'lsa, deydi. Sal batn. Yani qo'saq og'riqlar salati birlikildi-ku, shu batn deb. Qo'saq og'riq bo'lgan bo'lsa, buningga jam qilib o'qiyasi bo'ldi. Chunki salollarga qo'saq og'riq bo'lgan odam ya bardosh qilmaydi ba'zida. Yoki hamda uni ta'rif qilmaydi. Halol yugurib turadi. Tamam? Va mana zalika Shafi'i. İmam Shafi'i ya kesal kishi jam qilsa bo'lmaydi. U jam qilmay shu o'z altida o'qiyolgancha ishorat qilib o'qiydi. Odat normal o'qiymasa. O'zing o'qiyolgancha o'qiydi. Jam qilmaydi. Albatta Imom Abu Hanifa bu yerda yo'q. Chunki boshdalar Imom Abu Hanifa chiqadi. Arbatlar muzdazbida jam qilsa, uning boshqa yo'q deb bu jam qilish darsida hozir Imom Abu Hanifa yo'q. والسبب في اختلافهم واختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر. Talaştat meselesi mi? Seferdeki zade cem kılış illeti meşakka boğantı şun ama şu meşakka yani başka meşakka gibi andın yükkilip hükmünü özgertelim de o deydi. Başka ahvalımı ötep gitem de bu meşakka illeti deydi. Hemen taradal illa tarada diyen davamlık hemmiyage ilip bağlılık mıdır? Muttarib degan, ittarad degan davomli bir xil kiyinaganligini bildirdi. Endi istatrada desanlar, nimadan o'tkilib ketni davomlashtirganligini bildirdi. Vastatrada qailan deydigan xabarda. Vastatrada siyadatuhu qailan, ya'ni ki magana pulib yana bir yerga qatcha o'tkilib ketni davomlashtirgandim, yani so'zni davomlashtirdi degan. Taradal illa degani mush illatni boshqaga yani o'tkaverdi. Mush illatni boshqaga o'tkaverganlar ra'anada min babil awla wal ahra. Meşakka deganni tutuliblar. Bu meşakka nada bo'lib qolsa, qanday ahvoli bo'lib qolsa, jam qilavermaydi. Kesal, yomg'ir, bo'ron chapqon, qanday qiyinchilik bo'ldi, Alloh mas'ul bo'lib qolsa, shunga operaveramiz. Endi ham qo'rqamiz masalan. Hadarda qo'rqib sirtda urushlar tutamiz. Urumchi shunda bo'ldi-ku, xalq talaq chiqamadi. Shunda ahvolda jam qilsa deb başı yutgan gapma illatni. Qiyos qilaveradi. Bunun hammasi mashaqqa shu. Hammasi mashaqqa asli. Shu qiynalib qolgan ahvol bor, qiyinchilik bor. Shu qiyinchilikdan kelib chiqqan. İlletdan o'zi safarmi yoki mashaqqa? Illatni tekshiramiz deb ko'chilab nima qilganda yana ya safar ya illatda deb bunda turoldi. Chunki bu yerda mashaqqasiz safarmi bor. Unda mashaqqasiz safar bo'lib qolsa, bunda qasr qilish so'rasa, buni degan masala chiqadi. Bu yerda şu safar deymiz bunun illati. Lekin safar deysi bu illat nima degan, safar degan nimadan kelib chiqadi? Asli g'aliban safarda mashaqqa bor degan gap shu. Yana berib yana mashaqqa bordi. Lekin unda bir odamga balki safar mashaqqa emas, rahat bo'lib qoldi ekan. Chunki Hazrat Atoyim o'zi shuni tantarbiya qildi Allohga. Shunami? Yani erib charchab, talab tantarbiya qildi Alloh. Bundan bir rahat bu. Endi bu rahat deb ondan o adamga ayrim, mademga ayrim, unda qilib bo'lmaydi. Shu o'zida qulay bo'lish uchun safarda qilinmoqlar. Ba'zanga ayribulanda safar qilmaydi, japa. Ayribulning safari hozir intayin japa. Rahat degan bilan so'mkini ko'tarsa, o'chirib tursa, saqlaysa, saqlab tutulab, bunda qilishning o'zimi an tamg'udurga borsa, nirvan jiddiylashido, hayganning oldiga borsa, malaka ham bo'lsa, o'shada so'qtada ise bu yaman egir japandı bu sefer. Şu an illetini meşakka da koysa ya bu ahir berip neye vardı o sen? Yani berip şu meşakka diye yer vardı. Yani ne için şu seferde bunda ne kıygan desek meşakka toğallıkta yani yer vardı. Ahiren bu illet
Xulaslab kelsak, shu mashaqqa degan chiqqan ekan, u chaqda andin bu mashaqqalan bo'lgan ahvolni o'zi jama qilaveramdi degan bir yaz qildi. Belki o bilan sabah kısmında rahat ağın birader bilan çaqçaqlashib uyda o'tganda qattiq tushib qoldi ahvolim bor. Lekin yana orliq kutilmagan ahvollar japatadigan bor. Demak bu uni oldin mo'ljalligini bo'lmaydi. Shunga buni hamda shu umumiylik mashaqqasi yo'q odam bo'lsa-mu mashaqqa ba hisobda tagliban yani. Tagliban bunda deydi. Belki mesela aroq ichishni desa, iskar desa, bir qo'yman, ichki kishi ichsam-mu, masulmayman deb turishi mumkin. Bu chaqda bir qo'shsangiz aram sizga deymiz. Nima uchun? Bunda agar shariatning o'zi bunda degil tursa, hamma chiqib men chiroyli qizlar bilan ayol bilan yolg'iz bir joyda bir yotoqda yotsammi hech qanday chatoq chiqmaydi bunda deb bunda deyish mumkin. Ya'ni har odam o'zining xohishi bo'yicha, men bunda lekin men unda nima qilmayman, bunda qilmayman, mas'ul qilmayman, zina qilmayman deb u chaqda alaqa shariatning o'zining xohishi bo'yicha lekin keyinchi unda qilsam deb undan qilgan. Shunga islom shariati buni ag'labiy hukmni hisob qilib endi bekitdi. Bo'lmasa yani jiq qismi mas'ulmay odamlar bu illati iskar deb qo'ysa, men ikki kishi sammi mas'ulmay unda hozir 3-4 iskar ichsam bo'ldi menga deb turish mumkin. Shunga yerda ag'labiy yani ag'lab nimasi mashaqqa. Shu mashaqqa bo'lganlikdan safarda mashaqqa bo'lgan hamma ahvolga yetkazib, buni qiyos qilaversak, bu kasaldimi albatta mashaqqa bor. Balki kasalning mashaqqasi eng og'irroqdir. Odat normal safar qilgan odamga nisbatan qattiq og'rib qolgan odamning bakrak qilinadi deydi. Bu qiyos avlaviy qildim. Ya'ni kasal kishi musafirdan yoki yomg'ir yoqqan holatdagi saq odamdan shart tug'an. Buningdan avlaroq deb qiyos qildi. وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر. هذا bu kesel kişi namazını ayrım iki vakit namazını iki kıtım okuşa adet misafir kişinin cemle okuşundan kıyın dedi. Misafir kişinin ayrım okuşundan kıyın dedi. ومن لم يعد هذه العلة yani buna başka kıyas kılıyormasa başka ötküzetmezken bolsa bu illetine وجعلها كما تقولون قاصرة illa قاصرة kılan bolsa bu meşakka meselesi şu sefergiden khas depti. Bunda dep turbasa bu çağda lem yuciz zalik kesel kişi onda cem kılıp okusu bulmaydı dedi. Şu sefer ahvalları khas bu dep turaptı. Elbette kesel kişinin de tert toxtamaydigan tartilish yaman qiyin ahvolda balki jama qilishni olsun normalda tartiladigan bo'lib namozni o'qish qilinadigan bo'lsa jama qilmay ishorat bilan bo'lsin o'qilay yetib turib bo'lsin. Mustahadning lekin jama suriydak bir narsa. Mustahada Hamna bint Jahshma shunga o'qiganimizda g'uslni shart qildi emasmi? 2 qatımlıq namazga bir juyinishdan kunda 5 vaqt namazga 5 qatim juyinish ta'sir bo'lgan ekan qanday qilindi da agar biz namozni jamlagancha jama suriy dedik-ku peshimni eng oxirgi vaqtiga asrni oldin vaqtiga tartib degan chaqda shunda soat masalan hali 2:30da asr bo'lgan bo'lsa 4 bilan juyiniblam 4dan 15 o'tgan chaqda peshimni boshlab o'qib 2:30 bo'lsa-ham oxirdan asrni o'qiliblam va bir juyinish bilan ikki namozni o'qilang deb manda ko'rsatdi. Shunga o'xshash şimdi ma'mum bir xil bir ta'rif bilan kasal kishi ikki namozni ayda jami suriy qilib nima qilvasi bo'ldi. Lekin odatda jami suriy qilmay boshqa bir namozning vaqtida boshqa namozni manda o'qish desa ma'noda talashdi. Jami suriyda unda yoqmaydi. Chunki u ishkilasi o'zining vaqtida o'qigan bo'ldi. Al-babul khamis min al-jumlati thalitha وهو القول في صلاة الخوف قرقنش أهوالda o'qilgan namoz. Qo'rqinch mamlu bir xil o'zri bo'lgan ekan, mashaqqa bo'lgan ekan mana bu. اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف. Alim o'tirda ixtilof bor. Safarda o'qish, endi hadarda o'qishda ixtilof bor. Yani bu safar qilmagan holatda shada endi o'qisa bo'lamdi bu bunda. Albatta o'qisa bo'ldi. Yani ba'zi Maliki mazhablar hadarda o'qisa bo'lmaydi deb turadi. Nima uchun desa, "Vayda darabtum fil ardi" dedi. Safar qilsanglar degan gap bor. Undan keyin safar qilsanglar degan a so'zdan hadarda salatul xavf joiz emas deganlik chiqadi dedi. Ondan yana bular nima dalil qildi? Rasululloh Xandaq g'azotida
Yani safar qilmoq Madinaning ichida ular. Ahzab kelgan chog'da. Shu chog'da to'rt namozni, ba'zi asr namozi bu, necha namoz degan ixtilof bor, lekin namozni shu chog'da to'rt namozni jamlab o'qigan. Agar salatul xavf shu chog'da hadaran joiz bo'lgan bo'lsa, u chog'da jamlab o'qimay salatul xavf o'qigan bo'ladi deb turadi. Amaliyotda salatul xavf Xandaq g'azotdan keyin anda yo'l qo'yilgan. Lekin u chog'da salatul xavf yo'l qo'yilmagan vaqti. Shuna u shunda o'qigan, lekin undan keyin salatul xavf o'qish yo'l qo'yildi deb manda raddiya qilamiz. Va fi sifatiha dedi. Yani qanday shaklda o'qishdimi ixtiloflashadi. Buning sifatining odatda 17 xil o'qish uslubi bor ekan. فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى مش آيات من أمور أساسا صلاة الخوف جائز يعني يلا خوف بلدو ديان بر اتفاق وارد كبشلك آلنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ونغيرنا ده وإذا كنت فيهم كما آيات كلنا ما آياتنا başta ekeldi. Ne için desem muş ayetinin akıdın andın salatul xavf tildi Allah. Muş bir tutaşımdı bola. Demek mi en taksuru dedi o. Muş kasr mu adette nev'un min salatul xavf. Yani bu bir xil korkunç namazın bir türü. İn xiftum dedi o. Korkab qalsanız mında qılınma degendiken in xiftum. Bu Resulullah Osman muvaqqas bir nimada chiqqan vaqtda Halid'in validek Müslüman olmagan çağda bir uruş qilish ehtimoli ikki taraf shunda turib qolganda turganda ekan namoz vaqti bo'lgan chaqda bu musulmon namoz o'qigan chaqda kafirlar shu namoz o'qiyotgan chaqda g'aflatlik g'ibbi bir hujum qilmaylarmi deyishgan bu. Deyishgan chaqda mushayat tutgan. Bu salatul xavfninki joizligini dalili. Lekin tafsirlar shunda chiganliklar ittifoq yo'q onda. Arkadaşlar çıktılar. ولما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك. Resulullah'ın kinki imamlar, halifeler bunda amel kılıp kelgen. Resulullah'ın ki salatul xavfni 10 yada yoki 10 yadinchi qiraq ahvolda o'qiganligi sabit ekan. وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد. Bu namaz o bir imam bilan da okunmaydı. İki imam bilan ayrım okuluşı mümkün. Adetki namazcak okuludu o. Bir imam onda bir grup bilan okup bir grup bilan okunmaydı demek. Ve innema tusalla ba'dahu bi imamayn. Resulullah'ın kiyen iki imam bilan ayrım iki grup bunda okuydu dedi. Bir grup okup bolgandan bir grup başka imam bilan okuydu. Ve hiyel harisa rak'atayn aydan. Demek birisi qo'llab turib bir grup okuydu. O okup bolgandan a grup kelib bunda okuydu. Ve sebep fi ihtilafihim هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني جمهورنا aldığı Abu Yusuf var. Biraz bir ihtilaf buldu demek. Tabii sebebı ne? Resulullah'la okuyan mıydı namaz? Allah'a ait bir namaz olar. Bu hem Resulullah'a has mıydı ya ki kinki adamı mıydı? Khawf aldı mıydı? Okusu bulamdı dedi. Abu Yusuf bu Resulullah'a has. Çünkü ayette ve izâ kunte fîhim dedi. Sen aşının arasında boğununda andın manda okusan dedi. Peki sen onun arası olmasan, yani delil hitap, mefhum muhalif çıksa, sen onun arası olmasan, savabat ketken takdirde, onda okusu olmaydı diye gap çıktı. Lekin bu kayıt adette, haraca mahrajil galib, yaki bunda manisi, sen aşının arası olsan, sen emri erketinle uçup koyalım, bunda kişon diye bunda. Demiş kılı dedim, cumhur. Yani bu haraca mahraj talim, ya haraca mahrajil galib, yaki hükmünü bayan kıp koyaş bir yerde. Özünün bağı yokun deyiş emez deydi. Yana bunun radiyaliste alımlar فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا diyen sözümü gelip bekleyin. فَاِنْ خِفْتُمْ sıra korkap kalsanlar mutlaka buldu diyen bunun bir delildir. Andın bütün halifeninki Resulullah'ınki aynı okuganlıkını delil kıldı. Buna eğer Resulullah has olsa bu halifeler onda okumagan boladı. Resulullah ketdi onda biz onda okuş yok deyiş gerekti. Onda kılmagan iken Abu Yusuf'un onda oylap kalgını bu hata. Bu kayıt diyen ve idâ kunte fîhim digine anda haraca mahrajil galib şu çağdı. Yaki mahraca talim dep manda tahlil qilishga bo'ladi. Yani bu hükümni bayan qilish uchun bu Resulullah'ın bayhuquqi uchun emas degan
demek netice nima? Yani bayyin lahum bi fi'lika. Li'annahu awdah. Deb bunda ta'lim tarbiya uchun. Bunda qayda Qur'on Karimda yamanchiq. Fi hujurikum dedi-ku. Xushxonli bakmagan bo'lsanglar o chaqda to'qisang bo'lmaydigan gap chiqamdi zoirlar. Fi hujurikum bilan farqi bor deb turadi. La takulur ba adaf mudafa dedi. Asassa ig'ir jazoni o'siymanlar yo az jazoni o'silgan degan chiqqan yo'q bu tanfir uchun. Tanfir uchun. Uni pudma yeydi degan. U puyda bersin, yeysin, u o'xshash anda yigilmaydan lekin biratlantirish uchun degan. Anda yalqa wala tukrihu fatayatikum alal baghi in aradna tahassuna. Bular ya tahassun qilishni xohlamay, bo'ldi ubdashkim biz shuni qildi deb qolsa, majburlab uni qildirib degan bo'lamda, unda shu. Lekin shu men qilmaydim, iffatli qo'ldim deb tursa, menda qilmagan degan taxmo buni nafratni. Nima yakunna amaliyatama yakulun dedi shunami? Yakul degan so'zni ishlatdi. Bu yakulga isvasa qilmaydi. Ama yemay kiyim kiyibdi masalan. Ya buzutibdi yoki uy silib o'tiribdi buni. Bu yakul degan bo'lmaydi, ya'ni umumiy ishlatganlik. Bu bir xillikqa nafratlantirish uchun ko'rsatgan narsa. Unda qayd qilib bo'lmaydi. Yeyish deganni bir nafratlantirgan bir so'z bo'lgan ekan, unda ishlatgan. Imom Busnon lekin bu birdan bir qarish emas. Ikki rivoyatning birisi. Ya'ni bir rivoyatda bu salatul xavf o'qiymiz degan qarash. O'sha bir rivoyat bilan qartilgan so'z endi. ومن رآها لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم رآها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد كان يمكن أن ينقسم الناس على إمامين. إمام أبو يوسف رسول الله خاصة. Bu Musa Rasulullah vaqtında ikki görüp bulab o'qis bo'ldi emasmi? Shu Rasulullohning fazilati bo'lganiga Rasululloh bilan birga o'qishdan mahrum qolmaydi deb hammadan Rasululloh ixtiyor qilib bo'linib o'qigan edi. وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله خاص اجتماعنا. وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم. رسول الله أرسل بمساولانın o'sha hukm boshqa bo'ldi degan gap chiqdi deydi. Imom Abu Yusufninki. Imom Shafiyning shogirdi Muzanimun salatul xavfni mansukh deb turibdi. Rasululloh Xandaq urushida unda salatul xavfni to'rtni keyin qazo qildi ayna. Turib amaliyotda salatul xavf Xandaq urushidan keyin andin yo'l qo'yilgan. Undan keyin Xandaq urushida namozni to'rtni yig'ib o'qigan yo qazo qilayotgan deganni salatul xavf mansukh qilayotgan deb unda rad deymiz. Muzaniga amaliyotda ish aksicha deb. وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف. طائفة من فقهاء الشام مكحول ديندك tabiidan va boshqa olimlar salatul xavfni o'qimay biz kechiktirib keyin xotirjam bo'lgancha o'qib olamiz deb bunda. Kama fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yawmal xandaq. Wal jumhur ala anna dalika al-fi'l yawmal xandaq kana qabla nuzul salatul xavf va annahu mansukhun biha. Mansukh qilayotgan deb turdik biz. Nima uchun mansukh qilayotgan desak, bu g'azotul xandaq qachon bo'lgan? Hijratning 4-Shavvol oylari bo'lgan ekan, Banu Nadirni qo'llab chiqarib, nima qilib qilgan chaqda bular Mekkeliklarni kuchkirtib, Mekkedan Abu Sufyan qadarli qo'mondonligida kelib yo'ldagi shu atrofdagi qabilalarning unidan mingni, 12 mingni yig'ib, asli Mekkeliklar 3 ming bo'lsa, boshqalda 7-8 ming yig'ib 10 ming odam Madinaning og'ziga kelib butun yo'qotib etmoqchi bo'lgan. Shu chaqdan mushriklar 20 kundek qunab keyin urush bo'lmaylar, ancha-muncha o'qitishib baqqan bo'lsin, lekin urush bo'lmaylar ketgan bo'ldi. Bu salatul xavf mashru bo'lishda ilgirki ish. Bu mansukh qilib ketgan. Keyin andan al-G'azat ar-Riqa, Riqarat, Usfanda, anda Hunaynda bu salatul xavf o'qir Rasul. Navanikin bu keyingi bo'lgan ahvollar. Ma'u al-mansukh, al-mansukh bo'lmaydi. Ana ikkinchi masala sifatu salatul xavf. Fa innal ulama ikhtalafu fiha ikhtilafan katiran li ikhtilaf al-athar fi hadha al-bab. Hadislarga kelganlik uchun ulamolar qanday o'qiymiz deganda ixtiloflashib qoldi. Ya'ni an manqula min fi'lihi sallallohu alayhi vasallam fi salatul xavf. Rasulullohning salatul xavfni qanday o'qigan harakatida naql qilish hadis ixtilofi ko'p deydi. Olimlar 17 xil rivoyat qilingan deb qarabdi. Rasululloh 17 xil usul. Amaliyotda bu 17 xil usulni hamda tercih qilsa, o yetqin usul qanday o'qisa bo'lardi. Sayyid iskagan bo'lsa, o yetqin usulni hamda o'qisa. Ya'ni 7-8 xil usul sayyid iskagan bo'lishi mumkin. Qolansal ajra qilgan bo'lishi mumkin. Lekin sayyid islom kelgan usul bo'lsa, sharoit qanday udil kelsa, endi o'qisa bo'lardi. Ba'zan buni tanlashda afzallik.
ma bakrak afzal, ma Qur'onning oyati bakrak yaqin yoki va odatdagi namozlarga bakrak o'xshaydi deb bunda tanlab olganlar. Va mashhur mindagi sabit sifat. Buning ichidan eng mashhurini ilib aytsak 7 xil usul mashhurdir. Tamin derken, mesela birisi, "Ma akhrajahu Malik ve Muslim min hadis Salih ibn Khawat." Bu akhrajahu Malik ve Muslim debdi amaliyotda Buxoriymi rivoyat qilgan. Yani muttafaqun alayhi debsa aslan bakrak yaxshi bo'ldi. Odatda boshqa sunan kitobni rivoyat qilgan. Akhrajahu jamaa. Salih ibn Khawat amman salla ma'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yawm zat ar-riqa' salat al-khawf. Yani amman degan bir so'z bor shunami? Mursal bo'ldi bu. Salih ibn Khawat hozir alimin ismini atmadi o. Peki ismini atmaganlıkka bu yerda farqi yo'q deydi. Shuning uchun bu çok amtaqın samdaqın bo'z bu Rasululloh bilan o'qigan bir sahabitni rivoyat qilgan shu sahabning hammasi o'xshash. Ibn Mas'ud olsun, Ibn Umar olsun farqi. As-sahaba kullum udul. Tamam? Lekin buning boshqa rivoyatlarda Ibn Abi Hasma deb sahabining ismi aniq atalgan. Bundan ekan bu yerda hadisninki bir ravi chiqib qolgan yoki ravining ismi mubham bo'lib qolgan degan gap yo'q. Muttafaqun alayhi hadis. Sallama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yawma zatir riqa'. Zatir riqa' degani bu bir g'azatlar. Bu g'azatda ba'zan deyishgan dalaqa pishadi yo'l yurib oyoqlari teshib ketganlik uchun putiga lakstan o'lab bunda qilib cho'llatibdi tamagan g'azatda bunda deb atagan degan bor. Ba'zilar shu zatir riqa' deb rangarang tashlab oyoqga berib qilib shu zatir riqa' deb bunda bo'ldi. Yoki bir joyning ismi deb qo'yadi. Nechi tarafga. Salat al-khawf anna ta'ifatan saffat ma'hu. Bir ko'rib Rasululloh bilan tizildi dedi. Va saffat ta'ifa wujal adu. Yani bir grupa düşmanın alt tarafıga taqobil turish tayyorlikda o'tkazilib turdi. Demak, ikki guruh ikki tarafda tizilibdi. Birisi Rasulullohning oqida, birisi dushman qarab turdi. Vijal adu yani qibal adu. Fasalla billati ma'hu rak'a. Rasululloh shu oqib turgan bir guruh bilan bir rakat o'qidi. Summa tabata qayma unda jim tutdi. Ular bir rakat to'liqlab ikki rakatni o'qib bo'ldi deydi. O'zligi o'qiliblam ketdi. Summan sarafu vijal adu. Anda düşmanın aldı varıp tuğda, anda düşmanın aldı tuğalla Resulullah'ın kışkılıp fasalla bihim ar-raka allati baqiyat min salatihim. Min salatihi bolish kerak mi? Min salatihi bolish kerak. Resulullah'ın bir rekatni avlilam o'qib bir rekat qolgan tuğa, bir rekat qolgandan keyin o'qimaganlik kelgan chog'da o'zining qolib qolgan bir rekatini ash jamoatlar o'qidi. Namoz o'qib qolmagan bir guruh bilan bir rekatni o'qidi. Demak, o'zining ikkinchi rekatini guruh bilan o'qidi dedi. Summa sabata jaza anda o'tirib turdi. Va atammu li anfusihim. Anda ular Rasululloh bilan bir rekat o'qib qolgandan keyin Rasululloh jim o'tirib turdi, uli qo'pab o'zining yana o'qiyolmagan bir rekatni o'qib, ikkinchi rekatni o'qib qolgandan keyin anda Rasululloh assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berdi deydi. Hozirda bu yerda Rasululloh jamoatning o'qib bo'lishini saqlab turib Andın aşırılan bilir salam berdi deydi. Bu salatul xavfdagi ahvollar odatda bizning kalımızda o'tmaydigan ahvol. Yani odatiy namozdan tushmaydigan bir qoida. Shunga Abu Yusuf ya unda shu Rasulullohning bunda favqulodda ruxsat qilgan Rasulullohning fazilat namoz bo'lgandan keyin Rasululloh birga namoz o'qish. Mujohidlar esa Rasululloh birga namoz o'qishda shunda bo'lgan. Undan keyin unda namoz o'qish yo'q. Chunki bu asl namoz o'qish qoidasiga tushmaydi deydi. Agar bu shaklni hammasiga tushmaydigan shaklda daqa ishkirgan emas, bijirgatlar o'qiydi degan nima chiqdi. Ramazon shuksa ala o'zgani bizlar o'qilib ishini tugatib ketdi ular. Namozini tugatib. Ana ikkinchi ko'rib kelgandan keyin Rasululloh ulardan bijirgat o'qidi. Bu Rasulullohning ikkinchi rakat namozi, avvalgi birinchi rakat namozi. Bijirgat namozini o'qib bo'lgandan keyin Rasululloh ikkinchi rakat namoz o'qib bo'lgan bo'ldi, jim o'tirib turdi. Ular qo'pab jirgan o'qib bo'lgandan keyin anda o'tgandan keyin Rasululloh salom berdi, ulim bilan salom berib tugatdi dedi. Lekin bir ko'rib burun tugatib bo'lgan. Demak, o'tirib saqlab turdi dedi. Qur'onni ko'rsatgan usulmi shu? Imom Shafiy shunga ma'sulni tanlashda bu Qur'onning aynimizga bekishdi deb Qur'onning salatul xavf sifatiga va da kuntafihim. Ashunga bekishdi deb man tanladi. Bizimizlarda bundan bo'lsa Ama o'xshamaydi. Imom Shafiy ma'sulni tanlashda nima uchun desa, bu Qur'onning bizga bekrak shudo degandan tanladi dedi. Tanlashning birimiz bor edi. Nima uchun? Hamda 7-8 xil usul kelsa, birisini qanday nima uchun tanlaysiz, ma'lum bir bana ko'rsatish kerak. Bu Qur'onning bizga ta'afatni uxrolar musallu mak, bu anda olib ketib tursin, mal kelsin degan shu gap shu dedi. وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات موقوفا. Bu hadisni Salih ibn Xavvat sahabi rivoyat qilgan turjama. Anda Imom Malik mush hadisning o'zini Muhammad orqali Muhammad an Salih ibn Xavvat deb bilan rivoyat qildi. Mavqufan degani mishada
Salih ibn Havvat to'xtab qolmadi bu. Sahl ibn Abi Hatmaga to'xtadi. Sahl ibn Abi Hatma manda dedi deb bilan rivoyat qilgan. Sahl ibn Abi Hatma biz Rasululloh bilan manda o'qidi, Rasululloh manda o'qidi demay, Rasululloh demay. Buni rivoyat qilgan Sahl ibn Abi Hatma haddathu anna salatul khawf an yaqum. Salatul khawfga manda bo'ludi deb bilan ketdi. Lekin Rasululloh bilan manda o'qigan, Rasululloh manda qildi, marfu qilmadi demak. İmam Malik munda rivoyat qildi bu hadisni. Mavquf holatda rivoyat qilib, kamatli hadis Yazid ibn Rawman. Yazid ibn Rawman degani ash ilgari ketish shu. Salih ibn Havvatda Yazid ibn Rawman rivoyat qilgan, ha. Hozir Muhammad uni rivoyat qildi-ku. Hozir buni ikkisini farqlantirishda Salih ibn Havvatda ilgirki raviy qarab farqlantiramiz. Muhammad rivoyat qilishda mavquf rivoyat qildi, sahabaga taqab. Yazid ibn Rawman Salih ibn Havvatda rivoyat qilgan chaqda Rasululloh taqab qildi. Aşu o'sha rivoyat qildi. Va fihi annahu lamma qada ar-rak'a bit-ta'ifati ath-thaniya. Demak, Muhammad Salih ibn Havvat rivoyat qilgan mavquf hadisdan nima keldi? Lamma qada ar-rak'a bit-ta'ifati ath-thaniya sallam. O'tirib saqlab turmabdi, salom beribdi dedi. Ikki rakatni Rasululloh o'qib bo'lgan chaqda salom beribdi. Bir rakat qolganini saqlab turmadi dedi. Hatta yafrag'u min as-salam. Namoz o'qib bo'lsin, billi salom qilay deb nima qilmay, salom beribdi deb kelibdi mana. Bu odatda imom u og'zini saqlab turish yo'q deb munda qiladi deb munda kelgandikan, andin ixtar Malik hadis fa. İmam Malik andan mush mavquf hadisga kelgan sifatni tanladi dedi. Mavquf hadisda mush ikkisi bijadis, lekin mavqufan va marfan rivoyat qilingan. Mavquf hadisda Rasululloh ikki o'qib bo'lgandan u og'zini saqlab turmay salom qilyapti dedi. Marfuda saqlab turib og'zini ikkinchi rakat o'qib bo'lgandan andin billi salom qildi deb keldi. İmam Malik saqlab turmaydiganni tarjih qildi. Nima uchun? Chunki odatdagi namozga qiyos qilsa, ma'lum og'zidagi odamning o'qib bo'lishini saqlab turmaydi. Ulgurmagan jamoat o'qib bo'lishini saqlab turmadi, salom bilan bunday shu yo'q deydi. Va qiyosga asoslanib tarjih qilyapti. Fash-Shafi'i athara al-musnad 'ala al-mawquf. Demak, İmam Shafi'i marfu'ni tanladi. Mawqufni tanlamay an tanladi. Wa Malikun athara al-mawqufa li'annahu ashbaha bil usul. Adet qoidaga eng yaqin keladi ma'lum. Ya'ni u imom odatda oqida ulgurmaganligini saqlamaydi. Ya'ni an la yajlisal imamu hatta tafruga at-taifatu thaniya. Demak, ikkinchi guruh cho'yib bo'lsa saqlab o'tmaydi dedi. Sizniki la yajlismi ya? La yusallimu. Allah yajlisa saqlab o'tmaydi demakchi. Li'anna al-imam matbu'un la mutbi'un. Shunama imom degan boshqa ayishgan. U oqidiga adamga erishmaydi u. Oqidiga imomga erishdi. Va g'ayr muxtalifun alayh. Imomga zada hamma birdek bo'ysunadi. U bo'ysunmay o'z xohishi bo'yicha u ham bilan o'qiydigan ish yo'q dedi. Va sifatu thalitha ma warada. Endi uchinchi sifat. Mana nima uchun uchinchi sifat oldu? Birinchi sifanda bo'lgan, ikkinchi sifat nimada nerede qoldi? Balki Imom Malikning ma bo'lishi mumkin. Anda Abu Yusufninki adat ikki bo'linib ayrim o'qiydiganmi bo'lishi mumkin. 11 sifat tutganda. Shafi'ninkini bir, mana shu. İmam Malik'ninki bir, Shafi'ninki bir nokta. Endi üçüncü sifat geldi qadir. Ma warada fi hadis Abi Ubayda ibn Abdullah ibn Mas'ud an abihi rawahu ath-Thawri wa jama'atun wa kharrajahu Abu Dawud qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawf bi ta'ifatin wa ta'ifatun mustaqbilul adu فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون فقاموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ما هو أبو حنيفة طلقان قرش Abu Yusuf'tan başqalar, Abu Yusuf'dan anda bir rivayetinde tanlashda ayrım ikki guruh bo'lib o'qiydi degan tanladi emasmi? Uning tanlashi boshqa. Abu Hanifa va uning Abu Yusuf'dan boshqa shogirdlari o'sha uslubni tanladi deydi. Masifat qanday ekan? Birinchi jamoat o'qilib, ikkinchidan birib turib, ikkinchidan ikkinchi. Va toifa mustaqbil adu. Bir guruh dushman qarab turgan kuz qo'g'dab bir guruh o'qidi. Fasallar billazi ma'u rak'a. Rasululloh ular bilan bir rakat o'qib bo'lib, ikki sajda qilib bo'ldi. Bo'lganki ular ketdimi? Salom bermasdan u ketdi. Dushmanning oldiga qarab qo'g'dab turdi. Endi ikkinchi ko'rib kelib, Rasululloh bilan bir rakat o'qigandan keyin Rasululloh salom beribdi, shunami?
Anda oğlu kopap özünün birlikini oqoldi. Anda sen birib o işini tüketip düşmanın aldı varıptı de. Anda burun bir rekat oqoldi kelib, özde anda bir rekat oqoldi. O birinci uslubda Rasulullah saqlab turibdi ular. Rasulullah'ın bilinib qildi. Mavla anda o'zi kelib oqoldi. Ve bihadi sifa qala Abu Hanife ve ashabuhu ma qala Abu Yusuf ala ma taqaddam. Hem dördüncüsü İmam Şafii ile İmam Ahmed'in bu keyfiyetlerini doğru ya şöyle başkılığına doğrudaydı o. Lakin evzellikte adır talaşta köpünce. Belki hani bir mezhepti mi bu? Baş şekil olsan doğrulmayı dediğanımız yoktu. Yani bu evzel demek. Vasıfat-ı Rabi'al vardı fi hadise Ebi Ayyaş Zuraki radiyallahu anhu kâle künne ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'usfan ve alel müşriken Halid ibn Velid fasallayna zuhr. Elaka sebebin nuzul düşken vakalık var o. Şu peşini okup tutsaq müşriklar bunu göpüp bir hücum qilmayman bunu g'aflat qapti degan chaqda undan Alloh taolo shu vayda tartumlarni shuni tushirgan deydi. Ayatul qasr bayna zuhr val asr. Demak peshin bilan asr oralig'ida tushib ketganda bu. Falamma hadaratul asr qama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mustaqbilal qibla wal mushrikuna amamahu fasalla khalfa Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam saffun wahid. Rasululloh müşrikler qarab turibdi. Qibla taraf degan bu müşriklar. Kechaqda Makka tarafda bo'lishi mumkin masalan. Qibla tarafda Rasululloh dushman qarab turib namoz o'qidi. Bir guruh aqil turib o'qidi. Va saffun ba'da dalga saffun akhir. Bir saf bo'lib bunda saf tizilib o'qidimi? Rasululloh aqil qator saf bo'ldi. Demak hammasi shu müşriklar oldin qilib o'qidi. Faraka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va raka'u jami'an. Ruku qilgan odat namozga o'xshash o'qitdi buni. Sajda qildi. Sajdaga borgan chaqda Rasulullohning oxirgi bir saf sajda qildi. Tamam? Hammalar sajda qilsa, olib go'pidojin qilib qolsa, chataq. Aslında düşmanlara bo'lgandan Rasululloh dushman oldilar. Hozir bu odatlik namozga o'xshash boshladi buni, boshlashda. Endi sajdaga borgan chaqda birinchi rakatda, birinchi safdagi Rasululloh bilan birinchi safdagilar sajdaga bordi. Oxir turganlar unda qarab turdi. Avval sajda qiladi da. İkinci safdagilar qarabdi, ket qardi. Yetişdi. Ondan Rasululloh sajdadan beshni ko'targan chaqda va qamal oxir yahrusunam. Falamma sallaula sajdatayn demak, u ikki sajdani qilib bo'lgan chaqda, qilib qo'pgan chaqda oxirdagilar sajda qilyapti. Summa ta'akhara safullazi yalihi ila maqamil akhirin. Ondan Rasulullohning oxir turgan saf, oxirdagi saf o'tabdi bular. Va taqaddama safful akhir ila maqam safful awwal. Rasulullohning oxirgi saf bilan o'tabdi. İkinci saf, birinci saf bo'lib o'tabdi. Summa raka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va raka'u jami'an. Ondan ruku qilganda oxirgi hamma jamoat hamma qo'shin ruku qildi. Ondan sajdaga borgan chaqda birinchi yani oxirgi saf bilan sajda qildi, qog'ila dushmanga qarab turibdi. Falamma jalasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va safful ladhi yalihi. Ondan Rasululloh bilan oxirgi shu bir saf bilan o'tgan chaqda ikki rakat qildiğanda o'tgan chaqda keyingi sajda qilmay qolganlar bunu sajda qilyapti. Sajda qilib bo'lib, ondan hammalar tang o'tadimi? Endi al sajda qilganda bu o'tganda dushman qarab turdi. Hammalar tang o'tganda anda Rasululloh hammalar bilan birga salom qildi. bir cemaat o'qib Bir jamoat olib, bir imom, bir jamoat hammalar tang iqtido qildi, lekin sajda qilgan chaqda birinchi sajda qilgan chaqda oxirdagilar nima qildi ekan? Sajda qilmay saqlab turib, anda keyin o'zi sajda qildi. Saqlab turdi ekan. Bu majab usulgan, ha? Hadis sallallahu bi usfan degan joyda o'qidi dedi. Va sallallahu yawma bani Sulaym. Bani Sulaym shu bilan shu tutishgan kunda g'azot qilgan chaqda o'qidi dedi. Buni Abu Davud, Nasai rivoyatlar rijal isnadi rijal sahih. Qala Abu Davud va ruwayada an Jabir va an Ibn Abbas va an Mujahid. Jabir rivoyat qilganini Imom Muslimning sayyidi ba. İbn Abbas'tan rivoyat qilganmish Abu Davud o'zi. Mujahiddan rivoyat qilgan. Va an Abi Musa va an Hisham ibn Urva an abihi an Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Demak boshqalarni rivoyat qilgan buni. Qala va huwa qawl as-Sawri. Bu Sawri aldığımız oxşusluğu. Ve huve ahvatuha yuridu annahu laysa fi hadhihi sifa kabir amal mukhalif li af'al as-salat al-ma'rufa. Nimişin en yaxshi desa, bunda odatlik namozga cho'ng bir o'xshamaslik yo'q. Azroq va chiqsaydini qilishlam ağlı keçikidi, başqa chaqda o'xshash. Bir imom bilan hammasidan iqtidor qilib bunda o'qiydi deb. Ve qala bi hadhihi sifa jumlatun min ashab Malik va ashab Shafi'i. Bunu ba'zi olimlar olibdi. İbn Abi Layla olibdi. Abu Yusufning mushtalashni oldi deganim bor ekan. Chunki Abu Yusuf odatga bunda normal namozdek o'qiymiz deb turoldi-ku.
Muşman normal namazda yakın kelganlikdan Abu Yusuf muşun yaptı. İmam Şafii mi yaptı? Muşunda okusun buldu dedi İmam Şafii. Ve kharrajaha Muslim an Cabir. Demek Cabir'de rivayet kılıngan hadisine Müslim rivayet kılgan. Ve qal Cabir kema yasna'u harasukum haula bi umraikum. Kin umral jawr bo'lgan chaqda muhofizatchilari qovduqsini qanday qildi? Kechda bilan namoz o'qisa qovda. Emir saydi qilgan chaqda buni saydi qilmay bunda qovdab tur ekanda. Sizlar o'sha emirlaringni qovduqchilar unda qovdab turgandek namozni Rasulullohning ashabi o'qiganda bir sab saydi qilmay qovdab turdi deb avvalni zalqatgach bayon qilib qo'yibdi. Bu Sahih Muslimdagi rivoyat. والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان. طبرستان bu Azerbaycan oldu. Said bin Asi bu kumandan. Bunun bilan biz Tabristan'da cihatga bağlı vaqtimizda o munda dedi. Eyyukum sallallahu aleyhi ve sellem salatul havf. Qasımlar Rasulullah bilan salatul havfni o'qigan. Zadir shuni duch keldik. Biz shunda o'qimoqchi deb biranlar degan. Qala Huzayfa ana men o'qigan. Şundan fasalla bihaula qanda o'qidi desa fasalla bihaula rak'a va bihaula rak'a va lam yaqdu shay'an. Demak ikki guruh bo'lib o'qibdi. Bir guruh bilan bir rakat o'qib, bir guruh bilan bir rakat o'qidi. Demak imom ikki rakat o'qidi hozir. Lekin A guruhning har biri bir rakat bilan o'qidi dedi. Ikki rakat o'qimadi. Keyin o'zi to'liqlab o'qigan ish bo'lmadi dedi. Va lam yaqdu shay'an degani o'tib ketgan bir rakatni ular to'liqlab o'qimadi dedi. وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة. Bu anda adet namaz okuştu beklen zıt şunama adeti işkireketne jirget kıskartışı yok. Bunu Abu Davud Nesai rivayet kılgan bu başka şeylik rivayetken Sekete anhu Abu Davud dedi. Sekete anhu Abu Davud degene aciz emas deb kep muaytep ketken yani Hasan derecelik hadis degen niyagi bardu. Ya onun başına hadis var. İbn Abbas'ın hadisi var. Ve kharraja aydan an İbn Abbas'in fi ma'nahu. Şuna yakın manada İbn Abbas'tan baş Abu Davud rivayet kıldı. Kharraja degene Abu Davud rivayet kıldı. Ennehu qala as-salatu ala lisan nabiyyukum fil hadar arba. Aslında peygamberlerin ağzından buna safar qilmaganlarda 4 rekat, yani 4 rekat namaz demakchi. Ondan safar oldi bu 4 rekat namaz 2 rekat bo'lib ketdi. Xavf oldi 1 rekat bo'lib ketdi. deb Rasululloh taqdim etgan. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Wa ajada hadha as-sifa ath-Thawri wa Ishaq mubamashad. Thawri va Ishaq mushunda o'qsin joiz deb turibdi. Bu mushu Ibn Abbas, Huzayfa va sahobalar rivoyat qilgan Zayd ibn Sabit rivoyat qilgan. Bu bir xil qarashindi. والصفة السادسة الواردة في حديث أبي بكر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جابر إشكالندر رواية قلنا أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين. Her bir grupta yani tekrarlab o'qidi deydi. İki cemaat ola. Rasulullah ikki qatim o'qib turibdi. Ma bir grup bilan ikki qatim o'qib beradi. Uni yo'lga o'tib, o'qdab turganlik kelgan chaqda u bilan ikki qatim o'qidi. Demak, ikki qatim o'qidi deydi. Bu odatli namozda shunama. Shuna buni Imom Abu Yusuf oldi mana. Adet namaz okuyumuz deydi o. Hadi İmam Abu Yusuf'un nuskı düşürdü mü? Bu muttefakun aleyhi hadis mi? Ebu Bekir bilen Cabir'in hadisi muttefakun aleyhi. Ve bi kan yuftil Hasan. Hasan Basri müşahidesine rivayet ediyor Ebu Bekir'den. Ebu Bekir'inki hadisi İmam Ahmed ve Abu Davud rivayet etken. Lekin Cabir'inkini Bukhari ve Müslim rivayet etken. Hasan Basri şu boyunca fatva verirken. İki görüp bulab, iki qatim o'qiymiz. Imom shu ikkilik görüp bilan biz o'qib turdi ikki qatim deb bunda. Bundan dalaqa nafla muftarid bil mutanaffil bu degan gap chiqadi. Va fi dalilun ala ikhtilaf niyatil imam wal ma'mum li kawnihi mutimman wa hum muqsirun. İmam bilan ma ishkilarning niyati o'xshash bo'lmasa, uni nafl o'qiganga farz o'qish ixtiyor bo'ldi deganga dalil bor. Amaliyotda ras dalil bor. Chunki Rasululloh ikkinchi qatim o'qigan nafl o'qigan. خرجه مسلم عن جابر. Bu aslan muttafaqun alayh. Jabir'in Muslim rivayet qildi, muttafaqun alayh. والصفة السابعة الواردة في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس. Yedinci usul İbn Umar'ın nemesi. İbn Umar Rasulullah bunda qildi degan ma'noda bunda nima qiladi? Yani Rasulullahdan emas bu yerda. An Nabiy degan gap yo'q hadisda. Yani saatli qilib qanday o'qiymiz desa, imom yani qo'mondan bunda oldiga chiqdi. Bunda o'qiydi, bunda ko'rsatdi. Rasulullah bunda qilgan degan gap yo'q. O'sha diqqat qilmasdan keyin oyat talashtirsa o'sha gap sebab bo'ldi. Rasulullah da Yo'q, unday shu. Salatul xavf qanday o'qiladi degan chaqda Ibn Umar
imom ya qo'mondan oldiga chiqadi. Munda qilib og'ir turdi, munda qildi da munda bayon qilgan. Mishada diqqat qilsanglar, anin nabiy degan gap mishada hadis yo'q. Söylerim fayda inleme. Demek suila degan an salatul xavf desa, nima javob berdi? Taqaddumul imom deb javob berdi. Rasululloh degan gap yo'q. Lekin Rasululloh deganni qanday farz qilib bu Ibn Umar o'zining kallasidan demaydi, buni Rasulullohning endi o'qiganligini rivoyat qilib deydi demoqchi. Lekin mushu gap keyin nega sabab bo'ladi? Hadisni ilishilmaslik. Yani marfu yoki mavquf yoki o'zining ra'yi degandek masala kelib chiqadi. Majlis kiyama. Yataqaddamul imom va toifa minan nas. Bir guruh bilan imom aldı okuydu. Feyusalli bir rekat okudu. Ve tekunu taife minhum beynehu ve beynel adu lem yusallu. Bir grup namaz okuman düşmanın kovdum tuğdu. Feyza sallallezine ma'ahu rak'a. Bir rekat okup boğan diken bula aqudab tuğalının kışkı birip salam vermeyi tutturdu. Andın namaz okumalı kilep Resulullah'a bir rekat okuydu. İmam iki rekat okup boğan buldu ma. Yansariful imam dikine salam veriyordu denge. Namazını tamamlıyordu. Vaqad salla rak'atayn. Demek bu iki rekat okup boğan diken salam berip buludu. Andın tataqaddamu kullu vahid min at-taifatayn fa yusalluna li anfusihim rak'a. Demek andın her bir rekat Resulullah bilan imam bilan bir rekat okuğango andın özleri bir görüp öz toluqlu oldu. Andın bir görüp kelip özü toluq bir rekat okuldu, munda buldu. Yusalluna li anfusihim rak'a degene aqaqida işte tang holatında okumaydi. Çünkü bir görüp düşman qarab turish kerak. Ba'dan yansarifal imam salam berip namazını tamamlab bo'lgandan keyin o'z oldiga qilib qolgan bir rekatni o'zi navbat bo'yicha to'liqlab oladi. Fatakunu kullu wahidin min at-taifin qad sallat rak'atayn. To'plami 2 rekat bo'lgan. Fa in kana khawfun ashadda min zalik sallu rijalan qiyaman. Ma'lumda hadisning ayri. Ibn Umar dedi, agar uningdan qattiq endisha qo'rqinchilab ketib qolsa, ruku, sajda, o'tirash degan gap yo'q, o'rtiriblar bunda o'qidi. Putini o'rtiriblar o'qidi. Avrukban ba'zi otning ustida o'qiydi. Mustaqbal qibla avg'ar bo'lsa, qiblaga qarasin, qaramasin, na qasab bo'lsa, shu bunda turib, bunda qilib o'qiydi. Chunki bu urushning ahvolini adam tasavvur qilsa, bu hozir salatul xavfning mushu shaklda o'qilish uslublari nimani ta'kidlaydi desa, salatul jamoa ham vaqtida o'qish nimaning muhimligini bildiradi. Mushunda ahvoldimi buni jamoatlar namoz, jamoatlar yolg'iz bizimizda o'qilan gap yo'q. Yoki 15dan o'zaldiga, o'zlaring to'g'ayadi, ayrim o'qilan degan gap bo'lmadi. Jamoatlar o'qishog'ini bu salatul jamoani vojib deganning daliliga berib qoladi. Bek qo'rqinchilab ketsa, otni turiblar, qibla oyog'ini o'zim mayon qarab turib, ruku sajda qilmay, mundan turib o'qiydigan gapdir. Bu Ibn Umar munda dedi, lekin bu musho hozir masala mushu degan gapning hammasi Rasulullohdan rivoyat qilgan narsimi, Ibn Umarning o'zining fatvosimi? Emas. Bu hadis mavquf hozir. Muttafaqun alayhi bo'lgan bilan yo'q. وممن قال بهذه الصفة الشاب عن مالك وجماعة. إمام مالك من الشاب في روايته إمام مالك مشان أبطأ. çünkü İmam Malik ayada İmam Şafii evdiga alaqını nima alğanğa Salih ibn Xawatning Muhammad rivoyatini algan. Niyada ma ashab rivoyat qilishcha İmam Malik ma'usun apti. Yani bir grup alınıptı. Avza'i, Abu Yusuf muşun aldı deydi. Ve qala Abu Umar el-hujja liman qala bi hadis ibn Umar hada annahu warada bi naql al-a'imma ahli al-Madina ve hum al-hujja. Abu Umar İbn Abdülbar'ın demekçi istizkar degan kitobda bu qaysi tarafdan dalil oldu? İbn Umarning bu hozir marfu yoki mavquflikda masala bor. Bu ahli Madinaning amali bilan shuning shu ishonlikka odamning naql qilish bilan bunda kelgan bu usul. Ahli Madina shu hujjatda deb Malik mazhabning o'zining qarashi bo'yicha o'zining gapini qildi. Amaliyotda bu shu keyingi iborada bo'ladi. Fa inkan xavf ashad degan so'zni oldidikini bu Rasulullohdan rivoyat qilib bunda ra'ydan demaydi da. Fa inkan xavf ashad deganda sallu rijalan qiyaman degan bog'i. Oshini Hafiz ibn Hajar bu marfu'mu mavqufmu deb ixtilof bor edi. Beshidanmi band bu ixtilof. Chunki an-nabi degan gap yo'q hadisda. Ya'ni muallif hozir an-nabi degan gapni kelib qo'ydi. Bu bir xatolik. Demek Ahl Madina u boshqalar qarata bu naql qilishda hujjat bo'ldi. Boshqa bunun xilof bo'lsa hujjat bo'lmaydi ekan. Biz buni xato dedik-ku. Va ya aydan ma'ada ashbabil usul. Andin bu hadis asli namoz o'qish qoidasiga eng tushdi deydi. Qanday tushdi? Aqid tug'a odam u imomdan burun namozini tugatib bo'lgan yo'q dedi. Imom tugatib bo'lganda uni tugatdi. Ayrimada imom tugatib bo'lgan tugatdi-ku. Boshqa usulda imom tugatib bo'lsa bu namoz o'qib birikib bo'lgan. Demek imam
namazını tüketip boğanda andın akı tuğallı tüketip imamdan burun namazını tüketip bolaş yok adetki namazda. Ama kasırı okuydu galla bu imam ayşeden to'liq okuydu. Şikirgen okulan vaçtı ayağımız yok. لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقدر ركع إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demek Resulullah namaz okuyup boğanken andın ikinci görüp özden namazını toluqlab oldu. وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلاة. Adetli namazı şundaqı ulgiremaganlar inda qovub toluqlab oldu. İmam salam berip boğandan keyin. Bu müşun tushudi deydi. وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. Köpünce alimlar müşahhis kelgan boyunca agar beklan qattiq qo'rqinchlanib ketib qolsa, qiblaga qarasimi, qaramasimi, aqlini qilsimi o'qiyversa bo'ldi deb qaraydi. Va ima'an min ghayr ruku'an va la sujud. Sajda ruku' qilmay ishoratlarla o'qiyversa bo'ladi. Va qala fi zalika Abu Hanifa. Abu Hanifa bunda ya bunda ish yo'q deb. Faqal la yusallil khaifu illa ila qibla. Qo'rqinch odam shu qiblaga qarab o'qiysa. Va la yusalli ahadun fi hal musayafa. Unda tutishib ketgan chog'da namoz o'qimaysa. U namoz qilmaydi deb chog'da. Yani atning ustida hozir shundan o'qitlasam qilgan gachchida nayz qo'ydami degan munda holatda. Musayaf degan qilichvazlik qilish urushgan holat. Qilishishib turgan holat. Va sababul xilaf fi zalika mukhalafat hadal fa'l lil usul. Nima desa bu odat namoz o'qish qoidasi xilof bu. Ruku sajda qilmay qiblaga muqarrama bundan namoz o'qishami? Yani muhalafat usul deyishda yana Ibn Umarning majisi marfu emasligida marfu emas deb turibsa turib oladi. Shunami? O'zining ra'yi bo'yicha unda fatvo berdi bu Ibn Umar deb. Biz sheylikni mana bunda biror rivoyatga asosan tashlatmaymiz. Wa qad ra'a qawmun anna hadhihi sifat kulluha jaizatun. Ba'zalari buni hammasi to'g'ri deydi. Hammasi qilsa bo'laverdi. Wa anna lil mukallafi an yusalli ayyatuha ahab. Xalqna yaqtubunna anda o'qisi bo'ldi shu sharoit qilib. Vaqat qila inna hada ixtilof inma kan bihasb ixtilof al mawaqit. Yani ba'zilabda bu jangdagi ahvol bir qancha xil bo'lgan ekan, shu o'rinli har xil bo'lgan ekan, shu ashunda har xil o'qigan. Demak bu ahvollarni hozir ko'rib olamiz-ku bunda. Sizning sharoitdan agar ayni ikki guruh bo'lib, ikki jamoalar o'qish imkoni bo'lsa, unda o'qing. Unda bo'lmay, menda o'qish kerak bo'lsa, menda o'qing. Ya'ni unda qiyin bo'lmay, anda o'qish o'dil kelsa, shunda o'qi. Demak, sen har qanday ahvolda shu namozni vaqtida o'qiysa, jamoatlar o'qiysa, yolg'iz o'qimaysa, lekin shunda usullarni bizni tanlab qilsam bo'ldi. Sharoitdan qarab. Chunki jangning sharoiti har xil. Ba'zi vaqtda bizga kelmaydi olim bor. Yig'ilib bizga kelaydi deb qasd qilib atrofdan atdi. Hammasi akutda, mukilli holatda. Buni sharoit qarab bizlarimiz bir xil usulga qaratib qo'ysa, keyin oyda sharoiti to'g'ri kelmaydi ahvol. Allohu a'lam.